Assalomu alaykum Vodiy ekonom pechka ixlosmandlari. Vodiy ekonom pechkalarini Qashqadaryo, Mirishkor, Jiynoda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. 2 yildan buyon xalqimizning xizmatidamiz. Vodiy ekonom pechkalaridan ko'ra samaraliroq qilib, o'sha tabiatga chiqib ketayotgan pirolizni gaz, ya'ni tutunlarni ham pechkaning ichida 20-30% yoqishni yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni tabiatga chiqib ketayotgan issiqlik xonaning o'zida 20-30% ga saqlanib qolishini hisobiga pechkalarimiz 12 soatda 6-8 kilogramm ko'mir rasxod qiladi. 3,5 ga 5 xona uchun tashqi havoda harorat -5 gradusda. Bizdagi pechkalarning Vodiy ekonom pechkalaridan afzallik tomoni, bizda pechkaning joylashish burchagiga qarab turib, o'ngga yoki chapga ochilishini tanlashlaringiz mumkin. Kraskalangan varianti 1,250 ming so'm, kraskalanmagan variant 1,150 ming so'm. Tarkibida bitta kosov va kuldondan iborat bo'ladi.